Bir kuni do'stlarim bilan deydi, 8-yo 7-sinfda bo'lgan voqeani aytayapti. Ko'chada ovqatlanib uyga borsak, onam shushvara qilgan ekanlar deydi. Shuni yemay kutib o'tirgan ekanda. Endi kamerani to'xtatib turamiz. Endi aytayaptiki, men uyga kirdim, qornim to'q. Onam shushvarani meni bilan yeyman deb kutib o'tirgan onam deydi. Qani ke bo'ladi, shuni shushvarani hisob olib keluvdilar. Men notavon deydi o'shanda. Ona meni qornim to'q, sizlar bemalol, men ozgina charchadim, dam olaman deb kirib ketib turdim. Dadam so'kdilar. Bolam, mana shu onang ertalabdan kechgacha mehnat qilib sana uchun ovqat qildi. Ko'chada ovqatlanmagin. Ko'chami men xalqimni buzib qo'yar ekanda, ko'chada ovqat. Uyda ovqatlangin, ko'chada ovqatlanadigan payt keladi. Desa dadamni yomon ko'rgandim deydi. Muncha bu inson nasihat qiladi, muncha ko'p qo'yib so'kadi meni deb. Hatto deydi, svet yonib qolib ketsa shuni gapirardi. Bolam o'sha o'chirib yurgin, budjetga foyda bo'ladi. Oxiri deydi, bir yigit bo'lgan paytim ekan deydi. O'sha paytlar dadam nasihat qilsa yo'qmay qoldi. 11da bitirib Toshkentga ketdim, 4 yil o'qib kelsam deydi, vaqt o'tibdi, otam deydi betob bo'lib yotib qoldi deydi. Meni ko'rib xursand bo'lib ketdilar deydi. Oldilariga kirsam xursand bo'lib, yoshligida ozgina avariya bo'lganda oyog'i og'rib turardi deydi. Ke bolamni quchoqlab shunaqa xursand bo'ldi deydi, ko'zimning oldida haligacha deyapti. Ana shu deydi, pardani ochib qo'ygin, Alloh nuri. Biz ham g'animatmiz. Ozgina sen bilan gaplashkim keldi. Oldilariga o'tirdim, diplom qo'limda. Otam aytadi, "Palon joyda bir chiroyli klinika ochilibdi bolam. O'sha yerga bugun qabul bor ekan. Men seni kelishingga ularning nomerini ham topib qo'yganman. Borgin zora shu yerga rahbar bo'lib ketsang, meni ko'rib xursand bo'lib yuraman. Endi kimni o'g'li ekan desa, palonchi o'g'li desa, hurmati bizga keladi-da." Yana nasihatni boshladilar deydi. Endi qarang otani nasihatini. Bir joyda buzuq narsani ko'rsang tuzatib qo'y bolam. Kambag'allarga yaxshilik qilgin. Ko'cha-kuyda ivirsib yotgan joyda ko'rsang tozalab qo'ygin. Mayli dadajon bir duo qiling desam, duoni qildilar. Ozgina kayfiyat buzilib ketdim. Borsam deydi, davlat ishxonalarida rishotkali darvoza bo'ladi. Hammamiz bilamiz, maktablarda, hokimiyatga borsak ham bor. O'sha rishotkali darvozani deydi, zulf pastga qarab turibdi-yu, yonidagi bir tirqichlar hamma enkayib o'tib ketyapti deydi. Dadam aytdi-ki, shu yerda qolmasin deb deydi, haligini tosh bilan bir ursam ko'tarildi deydi, ochildi deydi. Ichkariga kirib boryapman, koridorda bir axlat quti yiqilib yotardi. Hamma tepkilib o'tib ketib turgan qog'ozlar, o'sha axlatlarda olib tozaladim deydi. Dadamning gapi yuragida shu bir qalbimda qolgan ekan. Kechroq yonib qolib ketib shuni o'chirdim deydi. Ichkariga kirib boryapman deydi. Past domlaning ovozi eshitilib turardi. Domla aytayapti, bizga fidoyi, jon kuyar, xonadonini, eli yurtini deydigan fidoyi rahbar izlab turgan edik. Bugun mana qabulda hammalaringizni ko'rdik. Sizlarga javobni aytib boramiz dedilar, lekin qo'llari bilan meni ko'rsatib, bolam siz